Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan shunday muhim mavzuni muhokama qilamizki, bu har biringizga, har bir oilaga to'g'ridan-to'g'ri aloqador. Yaqinda davlatimiz tomonidan qabul qilingan yangi subsidiyalar va imtiyozlar haqida gaplashamiz. Bu sizga hozirning o'zida minglab, hatto millionlab so'm mablag'larni davlatdan olish imkonini berishi mumkin. Bu ma'lumot shunchaki muhim emas, balki hayotiy ahamiyatga ega, ayniqsa hozirgi murakkab iqtisodiy sharoitda. Shuning uchun videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilaman. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Avval qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? O'zbekistonda aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi doim mavjud bo'lgan, ammo ko'pincha bu jarayonlar murakkab, qog'ozbozlikka to'la va oddiy fuqaro uchun tushunarsiz bo'lgan. Ko'pchilik o'ziga tegishli bo'lgan imtiyozlar va yordam turlari haqida umuman bilmasdi yoki ularni olishga harakat qilganda turli byurokratik to'siqlarga duch kelardi. Masalan, bir necha yil oldin oddiy bir oila bolasiga nafaqa olish uchun mahalla idoralariga bir necha bor borishi, hujjatlarni yig'ish uchun uzoq navbatlarda turishi, har safar yangi bir hujjat talab qilinishi bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin edi. Bu nafaqat vaqtni, balki asablarni ham talab qiladigan jarayon edi. Natijada ko'plab ehtiyojmand oilalar shunchaki qo'l siltab, davlat yordamidan voz kechishga majbur bo'lardi. Hozirgi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning topshiriqlari va yangi islohotlar natijasida ijtimoiy himoya tizimi sezilarli darajada soddalashtirildi, raqamlashtirildi va aholiga yanada yaqinlashtirildi. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimining joriy etilishi bo'ldi. Bu tizim orqali fuqarolarning daromadlari, mol-mulki va boshqa ma'lumotlari avtomatik tarzda tekshiriladi. Bu esa nafaqalarni tayinlash jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va shaffof qiladi. Endi siz hujjatlar to'plash uchun mahalla idoralariga yoki boshqa tashkilotlarga yurishingiz shart emas. Asosan barcha jarayonlar onlayn amalga oshirilmoqda. Bu qulaylik birinchi navbatda fuqarolarning vaqtini tejashga, korrupsiyaning oldini olishga va eng muhimi yordamga muhtojlarga o'z vaqtida va to'g'ri yordam yetkazishga qaratilgan. Yangi o'zgarishlar ayniqsa bahor mavsumiga oid bir qator subsidiyalar va imtiyozlar bo'yicha ham amalga oshirildi. Bu haqda hozir batafsil gaplashamiz. Batafsil tahlil. Nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotirlanish kerak va kimlar yo'q? Davlatimiz tomonidan bahor mavsumi uchun joriy etilgan va yangilangan subsidiyalar asosan qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash, oilalarni ijtimoiy himoya qilish va tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Bu yordam turlari juda keng qamrovli va turli xil ehtiyojlarga moslashtirilgan. Keling, har birini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi navbatda qishloq xo'jaligi sohasidagi subsidiyalar haqida gapiraylik. Bahor bu dehqonchilik va qishloq xo'jaligi ishlari avj oladigan mavsum. Aynan shu davrda fermerlar, tomorqa egalari va dehqonlar urug'lar, o'g'itlar, texnika va ishchi kuchi uchun katta xarajatlarga duch kelishadi. Davlatimiz ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida bir qancha yangi mexanizmlarni ishga tushirdi. Masalan, urug'chilikni rivojlantirish uchun subsidiyalar ajratilmoqda. Agar siz fermer bo'lsangiz va bahorda ekin ekishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, davlat tomonidan tasdiqlangan yuqori hosildor urug' navlarini xarid qilganingizda xarajatlaringizning bir qismi qoplanishi mumkin. Aytaylik, siz 1000 gektar yerga bug'doy ekish uchun 50 million so'mlik urug' xarid qildingiz. Yangi tartibga ko'ra, sizga bu xarajatning 20%gacha miqdori, ya'ni 1 million so'm davlat tomonidan qaytarib berilishi mumkin. Bu dehqon uchun katta yordam. Chunki bu mablag'ni boshqa xarajatlarga yo'naltirishi mumkin. Xavotirlanishingiz shart emas, agar siz qishloq xo'jaligi faoliyati bilan shug'ullanadigan tadbirkor yoki fermer bo'lsangiz. Ikkinchi muhim yo'nalish bu kambag'allikni qisqartirish va aholining ijtimoiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan yordamlar. Bahor kelishi bilan ish topish imkoniyatlari ortadi. Biroq baribir ko'plab oilalar qiyin ahvolda qolmoqda. Ayniqsa, yolg'iz onalar, nogironligi bo'lgan shaxslar tarbiyalanayotgan oilalar, ko'p bolali oilalar doimiy qo'llab-quvvatlashga muhtoj. Yaqinda qabul qilingan qarorlarga ko'ra, ayollar daftari, yoshlar daftari va temir daftarga kiritilgan fuqarolarga nafaqat bir martalik yordamlar, balki ularni ish bilan ta'minlash yoki o'z biznesini boshlash uchun subsidiyalar ham ajratilmoqda. Keling, real hayotiy misol keltiraylik. Tahri ism sharifli ayol
3 nafar farzandi bor, eri yo'q. Avvallari u faqat bolalar nafaqasi bilan kun kechirardi. Bu esa oilasining ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli emasdi. Yangi tartibga ko'ra. Tahiriy ayollar daftarga kiritildi va unga kichik tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun subsidiyalar ajratildi. Misol uchun, u tikuvchilik sexini ochish uchun 20 million so'm miqdorida imtiyozli kredit olib, uning dastlabki o'ti tushar dedi. Ya'ni 6 million so'mi davlat tomonidan qoplandi. Bundan tashqari unga tikuv mashinalari xaridi uchun ham subsidiya berildi. Bu esa uning oilasi uchun barqaror daromad manbai yaratishga yordam berdi. Oldin bu kabi imkoniyatlar kamroq edi va ko'pchilik bu haqda bilmasdi. Hozir esa bu tizim yaxshi yo'lga qo'yilgan. Xavotirlanishi shart emas, bu dasturlarga ilgari ariza bergan, lekin rad javobini olgan fuqarolarimiz. Chunki yangi o'zgarishlar ularga qayta murojaat qilish imkonini berishi mumkin. Yana bir misol. O'qishni tugatgan yosh yigit Fozil uzoq vaqt ishsiz edi. U yoshlar daftariga kiritildi va unga davlat tomonidan o'z biznesini boshlash uchun subsidiya taklif qilindi. Fozil o'zining bahoriy sabzavotlar yetishtirish biznes rejasini taqdim etdi. Unga 10 million so'm miqdorida subsidiya ajratildi. Bu mablag'ga u issiqxona qurish uchun materiallar va dastlabki urug'larni sotib oldi. Hozirda uning biznesi rivojlanmoqda va u nafaqat o'zini, balki yana 2 nafar yoshni ham ish bilan ta'minladi. Bu kabi dasturlar ayniqsa bahor mavsumida juda dolzarb. Chunki bu davr qishloq xo'jaligida ish o'rinlari yaratish uchun eng qulay fursat hisoblanadi. Kimlar xavotirlanish kerak? Avvalo eski qoidalarga ko'ra ariza bergan va rad javobini olganlar, shuningdek davlat yordamiga muhtoj bo'lsa-da, bu haqda bilmaganlar yoki byurokratik qiyinchiliklardan qo'rqib murojaat qilmaganlar. Chunki yangi tartiblar ko'plab eshiklarni ochmoqda. Agar siz ilgari meni shartlarimga mos kelmaydi deb o'ylagan bo'lsangiz, hozir holatingizni qayta ko'rib chiqishingiz kerak. Balki siz endi yangi mezonlarga mos kelishingiz mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas? Davlat xizmatchilari, doimiy va yuqori daromadga ega bo'lgan fuqarolar, shuningdek bizneslari barqaror faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar. Ularga subsidiyalar ajratilishi ehtimoli kamroq. Biroq ular ham davlat tomonidan yaratilgan boshqa imtiyozli dasturlar. Masalan, soliq imtiyozlari yoki rivojlanish uchun kreditlar haqida ma'lumot olishlari mumkin. Bu yangi o'zgarishlar faqat bir martalik yordamdan iborat emas. Ularning asosiy maqsadi aholiga mustaqil daromad manbalari yaratish, ularning turmush sharoitini barqaror ravishda yaxshilash va kambag'allikdan chiqib ketishga ko'maklashishdir. Bu subsidiyalar shunchaki baliq berish emas, balki baliq tutishni o'rgatish tamoyiliga asoslangan. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, subsidiyalar tizimida ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizga jarayonni muvaffaqiyatli yakunlashga yordam beradi va kutilmagan muammolarning oldini oladi. Istisnolar ba'zi hududlar yoki ayrim toifadagi fuqarolar uchun alohida dasturlar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, tog'li hududlarda yashovchi aholi uchun qishloq xo'jaligi subsidiyalari miqdori yuqori bo'lishi yoki boshqa qo'shimcha imtiyozlar berilishi mumkin. Yoki chegaradosh hududlarda kichik biznesni rivojlantirish uchun maxsus grantlar taqdim etilishi mumkin. Misol uchun, Surxondaryo viloyatining Saryosiyo tumanida yashovchi fuqarolar uchun chorvachilikni rivojlantirishga oid qo'shimcha davlat dasturi mavjud bo'lishi mumkin. Bu esa umumiy respublika dasturlaridan farqli o'laroq mol qo'y sotib olish uchun kattaroq subsidiyalar beradi. Shuningdek, maxsus loyihalarga, masalan, yashil texnologiyalar, innovatsion loyihalar tegishli bo'lgan tadbirkorlar uchun ham umumiy qoidalardan tashqari alohida imtiyozlar ajratilishi mumkin. Bu kabi istisnolarni bilish uchun yashash joyingizdagi mahalliy hokimiyat organlari yoki tegishli vazirliklarning hududiy bo'linmalariga murojaat qilish zarur. Tuzoqlar. Ariza berish jarayonida eng ko'p uchraydigan tuzoqlardan biri bu hujjatlarni noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan holda taqdim etishdir. Agar siz bitta hujjatni ham unutib qo'ysangiz yoki ma'lumotlarda xatolikka yo'l qo'ysangiz, arizangiz rad etilishi mumkin. Masalan, oilaning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlarni noto'g'ri ko'rsatish yoki bank hisob raqami ma'lumotlarida xatolik yuborish. Yana bir tuzoq bu belgilangan muddatlarni o'tkazib yuborish. Ba'zi subsidiyalar ma'lum bir muddat ichida qabul qilinadigan arizalar uchun ajratiladi. Masalan, bahorgi ekish mavsumi uchun bu muddat o'tib ketsa, keyingi mavsumgacha kutishingizga to'g'ri keladi. Shuningdek, ba'zi shaxslar subsidiyani
olish maqsadida yolg'on ma'lumotlar taqdim etishga urinishadi. Bunday holatlar aniqlansa, nafaqat subsidiyadan mahrum bo'lish, balki qonuniy javobgarlikka tortilish ham mumkin. Bu juda muhim. Shuning uchun har bir ma'lumotni sinchiklab tekshirib, to'g'ri taqdim etish zarur. Noaniq nuanslar, mahalla qo'mitasining roli, garchi ko'plab jarayonlar raqamlashtirilgan bo'lsa-da, mahalla qo'mitasi ijtimoiy yordamga muhtoj oilalarni aniqlash va ularning holatini tasdiqlashda muhim rol o'ynashda davom etadi. Mahalla fuqarolar yig'inlari vakillari sizning turmush sharoitingizni, daromadlaringizni, mol-mulkingizni o'rganish uchun uyga kelishi mumkin. Bu jarayon sizning olatingizni obyektiv baholash uchun kerak. Agar sizning arizangiz rad etilgan bo'lsa, avvalo mahalla qo'mitasi bilan bog'lanib, sababini aniqlashingiz va ulardan maslahat olishingiz mumkin. Ular ko'pincha sizga qanday hujjatlar kerakligi yoki qanday qilib to'g'ri ariza berish kerakligi haqida amaliy yordam berishi mumkin. Ikki daromadlarni hisoblash, davlat subsidiyalari uchun ariza berayotganda faqatgina rasmiy ish joyingizdan oladigan maosh emas, balki oilangizning barcha daromad manbalari hisobga olinadi. Bunga g'ayrioddiy ishlardan olingan daromadlar, chet eldan keladigan pul o'tkazmalari, ijara haqi, tomorqadan olinadigan daromadlar va boshqalar kiradi. Bu ko'pincha fuqarolar uchun chalkashlik tug'diradi. Misol uchun bir oila rasman past maosh oladi, lekin uning a'zolaridan biri xorijda ishlaydi va har oyda katta miqdorda pul jo'natadi. Bunday holatda oila davlat yordamiga muhtoj deb topilmasligi mumkin. Shuning uchun daromadlaringizni imkon qadar shaffof ko'rsatish muhim. 3. Raqamli platformalarning ahamiyati. Hozirgi kunda davlat xizmatlarining aksariyati my.gov uz portali orqali amalga oshiriladi. Bu portal orqali ariza berish va hujjatlarni elektron tarzda yuborish mumkin. Bu nafaqat vaqtni tejaydi, balki jarayonni shaffof va osonlashtiradi. Biroq barcha fuqarolar ham raqamli savodxonlikka ega emas. Agar sizda internetdan foydalanish yoki elektron ariza to'ldirishda qiyinchiliklar tug'ilsa, xalq qabulxonalari yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga yordam berishadi. Dard kutilmagan kechikishlar, garchi tizim tez ishlashga mo'ljallangan bo'lsa-da, ba'zida arizalarni ko'rib chiqishda kutilmagan kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Bu texnik nosozliklar murojaatlar sonining ko'pligi yoki qo'shimcha ma'lumotlarni tekshirish zarurati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar sizning arizangiz belgilangan muddatdan oshiqroq ko'rib chiqilayotgan bo'lsa, my.gov uz orqali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali arizangizning holatini tekshirishingiz va tegishli tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin. 5. Oilaviy vaziyatdagi o'zgarishlar. Agar siz subsidiya olib turgan paytingizda oilaviy vaziyatingiz o'zgarsa, masalan, oila a'zosi ishga kirsa, turmush qursa, ajrashsa, yangi farzand tug'ilsa, bu haqda tegishli organlarga xabar berishingiz shart. Aks holda sizga noto'g'ri tayinlangan subsidiyalar qaytarilishi talab qilinishi yoki hatto qonuniy choralar ko'rilishi mumkin. Misol uchun, ijtimoiy himoya yagona reyestri sizning daromadlaringizdagi o'zgarishlarni avtomatik tarzda aniqlashi mumkin. Bu nuanslarni bilish va ularga e'tibor berish sizga davlat yordamidan samarali foydalanishda yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, amaliy qadamlar. Davlatdan minglab so'm olish uchun siz aniq nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni yig'ish kerak va nimani yozish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich ko'rsatma beraman. Bir qadam. O'zingizning huquqlaringizni tekshiring va eligibility moslikni aniqlang. Avvalo, siz qanday turdagi yordamga muhtojligingizni va qaysi subsidiya dasturlariga mos kelishingizni aniqlab olishingiz kerak. Agar siz kam ta'minlangan oila hisoblansangiz, farzandlaringiz bo'lsa yoki oilada nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, siz ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali nafaqalar va moddiy yordamga murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz ayol bo'lib ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsangiz, ayollar daftariga kiritilish imkoniyatini ko'rib chiqing. Agar siz yosh bo'lsangiz va o'zingizning biznes g'oyangiz bo'lsa yoki ish topishda yordamga muhtoj bo'lsangiz, yoshlar daftariga e'tibor bering. Agar siz fermer yoki tomorqa egasi bo'lsangiz, qishloq xo'jaligi subsidiyalariga qiziqing. Agar siz ishsiz bo'lsangiz, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi orqali ishsizlik nafaqasi va kasbiy ta'lim olish imkoniyatlarini o'rganing. Qanday tekshirish mumkin? my.gov uz portaliga kiring va ijtimoiy himoya bo'limini qidirib toping. U yerda sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan yordam turlari ro'yxati va ularning shartlari batafsil ko'rsatilgan.
Qadam kerakli hujjatlarni to'plang. Hujjatlar to'plami siz murojaat qilayotgan subsidiya turiga qarab farq qiladi, lekin ko'pchilik hollarda quyidagilar talab etiladi. Pasport sizning va oila a'zolaringizning. Oilaviy tarkib to'g'risida ma'lumotnoma mahalla qo'mitasidan. Daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma ish joyidan yoki soliq idoralaridan. Agar rasmiy daromadingiz bo'lmasa, bu haqda ariza bilan ma'lum qilasiz. Bank hisob raqami rekvizitlari, plastik karta raqami, bank nomi. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma agar oilada nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Qishloq xo'jaligi subsidiyalari uchun yer uchastkasi hujjatlari, urug' yoki o'g'it xaridi cheklari, biznes reja agar startup grantlari bo'lsa, tadbirkorlik faoliyati uchun subsidiyalar, biznes reja, loyiha smetasi, tegishli litsenziyalar yoki ruxsatnomalar agar kerak bo'lsa. Muhimi, hujjatlaringizning barchasi haqiqiy va to'liq ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar shubha tug'ilsa, tegishli organga murojaat qilib, aniqlik kiriting. 3 qadam ariza berish joyi. Arizani qayerga berish siz murojaat qilayotgan yordam turiga bog'liq. Eng keng tarqalgan va tavsiya etilgan usul bu MyPodcast.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidir. Bu orqali siz uyda o'tirgan holda ariza berishingiz va barcha hujjatlarni elektron tarzda yuklashingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari. Agar sizda internetdan foydalanishda qiyinchiliklar bo'lsa yoki elektron ariza berishda yordam kerak bo'lsa, yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizga barcha jarayonlarni amalga oshirishda yordam beradi. Mahalla fuqarolar yig'inlari. Ba'zi ijtimoiy yordam turlari uchun mahalla qo'mitasi orqali ham murojaat qilish mumkin. Ayniqsa ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritirish uchun. Mahalla mas'ullari sizning arizangizni ro'yxatdan o'tkazib, tegishli idoralarga yuborishadi. Xalq banki yoki boshqa tijorat banklari, qishloq xo'jaligi kreditlari, imtiyozli ipoteka kreditlari yoki tadbirkorlik uchun ajratiladigan kreditlarning bir qismi subsidiya qoplanadigan holatlarda banklar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi. Agar siz ishsizlik nafaqasi yoki kasbiy ta'lim subsidiyalari uchun murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu vazirlikning hududiy bo'limlariga murojaat qilishingiz kerak. 4 qadam arizani to'ldirish va jo'natish. Arizani to'ldirishda juda diqqatli bo'ling. Har bir maydonni to'g'ri va aniq ma'lumotlar bilan to'ldiring. Agar qandaydir savol tug'ilsa, taxmin qilib to'ldirmang, balki yordam so'rang. Onlayn ariza berishda barcha maydonchalarni to'ldirib, elektron imzo bilan tasdiqlashingiz kerak. Agar sizda elektron imzo bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazlaridan olishingiz mumkin. Qog'oz shaklida ariza berayotganda barcha ma'lumotlarni aniq va tushunarli yozing. Barcha hujjatlarning asl nusxalari yoki tasdiqlangan nusxalarini ilova qiling. 5 qadam arizangizning holatini kuzatib boring. Ariza berganingizdan so'ng sizga murojaat raqami beriladi. Bu raqam orqali siz MyPodcast.uz portalida yoki davlat xizmatlari markazlarida arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. Agar qandaydir muammo yoki qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinsa, sizga bu haqda xabar beriladi. Kechikishlar yuzaga kelsa, telefon orqali yoki shaxsan murojaat qilib, aniqlik kiriting. Bu qadamlarni to'g'ri bajarganingizda, siz davlatimiz tomonidan taqdim etilayotgan minglab, hatto millionlab so'm yordamni olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videomizda hozirning o'zida davlatdan minglab so'm mablag'ni qanday olish mumkin? Bahorgi subsidiyalardagi barcha o'zgarishlar mavzusini batafsil ko'rib chiqdik. Ko'rib turganingizdek, davlatimiz tomonidan aholini ijtimoiy himoya qilish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Eng muhimi bu imkoniyatlardan xabardor bo'lish va ulardan foydalanish uchun zaruriy qadamlarni qo'yishdir. Endi eski byurokratik to'siqlar yo'q. Tizim soddalashtirilgan va shaffof. Sizga faqatgina harakat qilish qoldi. O'zingizga mos keladigan subsidiya turini toping, hujjatlaringizni to'plang va arizangizni topshiring. Bu sizning oilaviy budjetingiz uchun, o'zingizning rivojlanishingiz uchun juda katta yordam bo'lishi mumkin. Davlat yordamidan foydalanishga to'liq haqqingiz bor. Bugungi videomiz haqida qanday fikrdasiz? Siz avvalroq bu subsidiyalar haqida bilganmidingiz? Yoki siz ulardan allaqachon foydalanganmisiz? O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun va boshqa tomoshabinlar uchun juda qimmatli.
Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ham baham ko'ring. Balki bu ma'lumot ularning hayotini o'zgartirishga yordam berar. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Kelgusi videolarda yangi va foydali ma'lumotlar bilan uchrashguncha sog' bo'ling.